Assalomu alaykum hurmatli Instagram kanali obunachilarimiz. Mana bugun ayapamiz Zaran Tapchan bilan o'g'il xarid qildilar. Kelib mana omadli lotereya o'yinimizda xudo xolasa uni ishtirok etyapti, qatnashyapti. Ayapa, Bibazardan keldingiz-a? 30 dana konvert, любой birisini tanlang ichidan. Shumi? Mana. Mana olgan konvertni hurmatli obunachilar, lekin hali men ham ochib ko'rmadim, ichida nima bor ekanini. Darmon opam edi? Darmon opa? 200 ming so'm pul taklif qilaman shu konvertingizni ochmaslik uchun. Konvert ochib ko'rasiz. Men 100 ming so'm yana qo'shaman sizga. 300 ming so'm pul bo'ldi opa. Konvert ya sovg'a. Sovg'a qimmat sovg'a bo'lishi ham mumkin. Arzon sovg'a bo'lishi ham mumkin. Buni biz bilmaymiz. Hali men ham ochib ko'rmadim buni. Agar siz konvert tanlasangiz ochib ko'ramiz birgalikda. Yo'q, pulni tanlayotsangiz ochamiz. Necha qoladi? Konvert ochib ko'ramiz. Konvert ochib ko'ramizmi? Shu nida qoldingizmi? Xo'p, hurmatli obunachilar, mana konvert ochib ko'rishga ma'qul ko'rdi Darmon opamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tawakkal. 108 ming so'mlik kraska Weber degan narsani yutib oldingiz. Kraska yutib oldingiz. 3 degan katta kraska. Katta kraska yutib oldingiz mana. Bu sizning savdongizga aloqasi yo'q. Bu sizning kayfiyatingizni ko'tarish uchun 108 ming so'mlik mana kraska yutib oldingiz. Hozir xudo xolasa, bir kraskangizni berib yuboramiz. Yaxshi kuningizga nasib etsin.